Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Mana navbatdagi zinamiz Haqalobod sentrida Farhod aka obyektlardamiz. Bu yerga to'yxona, kelin-kuyovga fotosessiya, tepaga chiqqan joy qilishgan ekan. Balandligi 3,5 metr, 16,5 dan 22 ta stupenka tushgan. Shu trenddagi bayimiz yana. Hop, tepadan ham bitta ko'rinishni. Mana tepadan ko'rinish holati. Bu yerga joy kichikligi uchun bitta piltani 3 ta ko'zini olib tashab, yoniga figura ishlab berdik. Mana tushishlar aylanib, bu pastga tushgan. Bu yerdan keyin ketingi zinamiz bu yerdan aylanib tepaga chiqadi. Marsardaga. Mana ishlarimizga baho berasizlar. Stupenka oyoq qo'yadiganlari ham o'ta qulay, chiroyli chiqdi. Apalib ketgandan keyin bir video qilib qo'yamiz. Hali ikkinchi jarayoni mana egam Mansardagi qilinganda. Общий hammasini bitta qilib video qilib qo'yamiz. Agarda kim shunaqa xizmatlar ishlar kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Biz anaga numar qoldiramiz pastga. 24 ga 7 aloqadamiz.